Oliy sud tomonidan kiritilgan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi muxolifat fraksiyasi a'zolari tomonidan obdon muhokama qilindi. Loyihaning muhokama jarayonlariga o'tishdan avval mohiyatiga qisqacha to'xtalamiz. Hujjat bilan Jinoyat protsessual kodeksi va advokatura to'g'risidagi qonunga tegishli o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilyapti. Amaldagi tartibga ko'ra tergov tugagach, sudga faqat tergovchining ayblov xulosasi yuborilar edi. Endi esa jinoyat ishi sudga faqat ayblov hujjati bilan emas, balki unga majburiy tartibda qo'shilgan advokatning himoya fikri bilan birga kiritilishi belgilab qo'yilyapti. Hujjat bilan advokatga dastlabki tergov yoki surishtiruv yakunlanganidan keyin 5 kun muddat beriladi. Bu vaqt ichida himoya fikrini rasmiylashtirib topshirishlari kerak bo'ladi. Himoya fikrida ayblovga munosabat, dalillar, jazoni yengillashtiruvchi holatlar, sudga chaqirilishi so'ralayotgan shaxslar va boshqa fikrlar aks ettirilishi mumkin. Ushbu islohot sudya ishni o'rganishni boshlagan ilk kundanoq tergovchining ayblov fikriga tayanib qolmasligini ta'minlaydi. Endi ishni o'rganishni boshlagan sudyaning stolida nafaqat tergovchining ayblov xulosasi, balki advokatning himoya fikri ham turadi. Bu bilan sudda adolat ta'minlanadi. Advokatning so'zi tergovchining so'zi bilan tenglashtiriladi. Muhokamalarda fraksiya a'zolari qonun loyihasining ayrim normalariga to'xtalib, qonun tashabbuskorlariga aniqlashtiruvchi savollar bilan yuzlanishdi. Jinoyat ishi bo'yicha sudga qadar ish yuritish yakunlangandan so'ng himoya fikri taqdim etiladi deb beryapsizlar. Vaholanki sudga o'sha tergov ishlari yakunlanib, masalan, o'sha tergovchining o'zini pozitsiyasi shakllangan bo'lsa, undan keyin bu himoya fikrini taqdim etilishi, uni fikrini o'zgartira oladimi? Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, nima uchun mana shu himoya fikrini biz sudlarga ham bermayapmiz. Masalan, u tanishib chiqdi, ya'ni qanaqadir nimalar paydo bo'ldi. Sudda ham bu masalani o'zi o'sha taqdim qilish imkoniyatini nima uchun sudga ham bermayapmiz? To'g'ri, dastlabki tergov organi tomonidan xulosa tuzilgandan keyin uni yakuniy fikri jamlangan, mujassamlashgan va u dalillarni siz aytgan holatlar bo'lishi mumkin. Himoyachi himoya fikrini taqdim qilmadi tergov organiga yoki kechikib taqdim qildi. Bunday holatlarda ham buni cheklov mavjud emas. To'g'ridan to'g'ri sudga ham taqdim qilishlari mumkin. Sud jarayonida bu masalalar ko'rib chiqiladi. Agar endi qonunchiligimizga ko'ra bu endi sud muhokamasi boshlangunga qadar bo'lishi kerak. Qolaversa himoyachilarimizda Jinoyat protsessual kodeksining 405-moddasida nazarda tutilgan, prim moddalarida nazarda tutilgan jinoyat ishini dastlabki eshituvga qo'yish huquqi ham mavjud. Himoya fikridagi holatlar bo'yicha ular to'g'ridan to'g'ri endilikda dastlabki eshituv huquqidan foydalanishlari mumkin. Buni parallel varianti bor sudda. Lekin qonunda bu o'zini aksini topmayapti. Keyingi bosqichda o'sha himoya fikri bo'yicha qanaqa ishlarni amalga oshirishi belgilanmayapti. Yoki u qabul qilmas himoya fikrini yoki qabul qilar. Bu bosqichlarni menimcha qonunda ko'rsatib o'tib ketishimiz kerak. Yana bir bor buni keyingi qayta o'qishlarga tayyorlash jarayonida sizni fikr mulohazalaringiz yana bir bor sudyalar, olimlarimiz bilan, ishchi guruhimiz bilan nima qilib ko'ramiz. Qonun loyihasida bironta joyda ko'rmayapmanki, himoya fikrini advokat bergandan keyin u himoya fikrini ham xuddi mana shunaqa asosli asosmasligini sud hechimga majburiyat yuklatilmayapti-da ko'rib chiqish. Faqat kiritish huquqi berilyapti xolos. Mexanizm yakuniga yetmayapti. Mexanizm yakuniga yetmasdan advokatni urovini oshirish emas, faqat navbatdagi bir peripiskani oshirishday mazmun chiqib qolmayaptimi? Shuni so'ramoqchiman. Endi avvalo barchamizga ma'lumki, amaldagi protsessual qonunchilikka ko'ra isbot qilish subyektlari bu tergovchi, surishtiruvchi, prokuror va sud. Amaldagi qonunchilikka ko'ra advokatura bu jarayonda isbot qilishga ko'maklashuvchi, ularda majburiyat mavjud emas va qolaversa hozirda bu himoya fikrining qonunda nazarda tutilishi advokatlarimiz tomonidan ish bo'yicha iltimosnoma kiritish huquqini cheklamaydi. Ish masalasi yuzasidan bevosita iltimosnomalarni ko'rib chiqishi, kiritishlari mumkin va iltimosnomalar tergov va sud organlari tomonidan muhokama qilib fikr bildiriladi.